Biz mana shu obyektga ichki remontini modelkasini qilib kelgan edik. Bitta narsa bizni ko'nglimizni xira qildi. Bunaqa vaziyatda mana bu ko'rib turibsizlar, mana bu mayak rodbon suvoq qilingan-ku. Keyin mana shu vaziyatda usta akamiz buni mayakni olmay ketibdi. Nimaga olmay ketgan desak, bu mayak aslida nejivinka ekan. Nejivinka mayak zanglamaydi ekan. Shunda endi ustidan aboyni o'raversa bo'ladimi endi shunda? Lekin mana bu yerda mayak olib ko'rsak mana ekan. Nejivinka. Shu nejivinka ekan, mana zanglayapti. Tepalar mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana tepada ham mayakni ustida zang chiqyapti. Endi ko'nglimiz xarob bo'lib, indamagina mana mayakni sekingina qo'parib chiqayapmiz. İşte mayakni olib tashlayapmiz qaytadan. Sizlardan iltimos, iloji boricha ustalarga ham tarqating. Nima deydi? Aziz obunachilarim deyvermadi. Mana shunaqa mayaklarni olib tashlash kerak. Nejivinkani boshqa bo'ladimi? Bu mayak zanglaydi. Ertan kim buni ishga garantiya beradi? Aboydan keyin zang chiqmasligiga. O'sha mana hozirdan zang chiqyapti mana bu yerda. Shuning uchun mayak o'rdingizda mayakni obzatini olib tashlangizlar.